Siz jinsiy hayot bilan yashaysizmi? Sizni juftingiz bormi? Sizda jinsiy hayot yo'qmi? Nega? Axir siz juda ham yoshsiz-ku. Agar jinsiy hayotingiz bo'lmasa, hamma jinsiy muammolaringiz shundan bo'ladi. Shunga o'xshash gap eshitganmisiz? Ayniqsa, ba'zi bir ginekologlar shunaqa deyshadi. Yo'kida bo'lmasa, dugonangiz, sen mana asabiy, tarang bo'lib yuribsan. Постоянно kasaldan boshing chiqmaydi. Undan ko'rasa o'zingga bittasini topgan, kim bilandir yashagan, hamma muammoing jinsiy aloqa yo'ligidan. Bunaqa gap ham eshitgan bo'lishingiz mumkin. Kelinglar, haqiqatni ochiqlashtiramiz. Demak, shunaqa tadqiqotlar bor. Ayol kishi agarda muntazam ravishda jinsiy aloqada bo'lsa va jinsiy aloqadan lazzat olsagina, uni kayfiyati yaxshilanadi, uni immuniteti ko'tariladi va hayotiga, ishiga, emotsional holatiga ijobiy ta'sir qiladi degan. Lekin shunday tadqiqotlar ham borki, agarda ayol kishida jinsiy hayoti yo'q bo'lsa, ya'ni umuman menopauza voqli bo'lishi mumkin, yo'kida bo'lmasa mioma, kista yo'kida jinsiy disfunksiyalar bo'lishi mumkin degan mif gaplarni butunlay teskarisini tasdiqlagan. Rohibalarni bilasizlar, ular o'sha o'zini butunlay o'sha serkvga, o'zini diniga bag'ishlab erkak kishi bilan umuman jinsiy aloqa qilmaslikka qasam ichishadi va shu rohibalar va har doim jinsiy hayotda yashaydigan ayollarni ustida tadqiqot o'tkazishgan va bularni tekshirishganda, mana jinsiy aloqasi umuman yo'q inson ayollar va jinsiy aloqasi bor ayollarda menopauza kimdadir voqliroq bo'lgan, ya'ni o'sha hayz to'xtashi yo'kida bo'lmasa jinsiy muammolar, kasalliklar ham jinsiy hayoti bor ayollarda даже ko'proq uchragan. Bularning hammasini sababi aslida ayol kishini ko'proq ginekologga borishi, check-up qilishi, o'zini sog'lig'ini nazorat qilib yurishida va o'ziga ahamiyatli bo'lishida ekan. Demak, bu yerda nima ekan? Ko'pchilik aytgandek, agar jinsiy hayot bo'lmasa, ayol kishi kasal bo'lib qoladi va hamma muammosi shundan degan gaplar yolg'on ekan. Endi tasavvur qiling, siz jinsiy hayotingiz bor, lekin turmush o'rtog'ingizni yoqtirmaysiz yoki yaxshi ko'rmaysiz, yoki bo'lmasa u inson siz uchun butunlay begona. Hayotiy maqsadingiz, bolalaringiz uchun faqat yashayotgan bo'lishingiz mumkin va o'zingizni ayollik vazifam deb majburlab jinsiy hayotga majburlaysiz va bu holatda ko'proq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Chunki odam o'zini o'zi majburlasa, men majburman shu ishni qilishim kerak desagina muammolar tug'ilishi tabiiy bo'ladi. Chunki organizm bu narsaga tayyor emas. Ayol kishi bo'shashmagan va o'zini u inson bilan sevilgandek his qilmaydi. Nabarot, o'zingizni majburlaganingizda va o'zingizga yoqmagan inson bilan jinsiy aloqaga kirishganingizda kasalliklar, ya'ni muammolar ko'proq kelib chiqarkan. Endi psixologik sog'liqqa kelganimizda, psixologik sog'liq uchun jinsiy aloqa juda ham kerak ekan. Agarda sizni partnyoringiz, sherigingiz, ya'ni turmush o'rtog'ingiz bilan yaxshi chiqishsangiz va bu jinsiy aloqa sifatli bo'lsa, bu narsani siz xohlab o'z istagingiz bilan qilsangizgina siz uchun foydali bo'lar ekan. Sizni ruhiy holatingiz, emotsional holatingiz, ko'tarinki kayfiyatda yurishingizga juda ham yaxshi ta'sir qilar ekan. Lekin agarda buni teskarisi bo'lsa, yuqorida aytganimdek, siz xohlamagan inson yoki sizni majburlab turmushga berishgan yoki u inson bilan o'rtada hech qanaqa bog'liqlik, muhabbat qolmagan va siz faqat o'sha ayollik vazifangizni bajarishingiz kerak va bu narsa sizga teskarisiga ta'sir qiladi, ya'ni ruhiy holatingizni battar yomonlashtiradi, depressiyaga tushirib qo'yishi mumkin va o'zingizni istalmagan, sevilmagan his qilishingizga ham olib keladi va depressiyaga olib kelgandan keyin albatta tana bilan muloqot, tana bilan kontakt butunlay uzilib ketishiga olib keladi. Azizlarim, agarda siz shunday mif gaplarni yoki yolg'on gaplarni
eshitsangiz, albatta bu gaplarga ahamiyat bermaslikka harakat qiling. Birinchi o'rinda hamma tadqiqotlar buni isbotlagan, ayol kishidagi muammolar, har bir kasalliklar ayol kishini psixologik holati, ya'ni stresslarni qanaqa ko'tarishi, stressli hayotda yashaydimi yokida o'zini o'sha stresslarni boshqara olishni biladimi, ya'ni ichida filtri bormi, shu narsalarni, keraksiz narsalarni chiqazib yuborib, kerakli narsalarni qabul qilishni biladimi, ya'ni emotsional ruhiy holati qanaqa darajada, shu narsaga bog'liq ekan. Chunki agarda biz stressni o'zimizdan o'tkazib yuborsak, уже bu narsa bizani psixosomatik, ya'ni tanamizga, badanimizga, organlarimizga ta'sir qilishni va u yerda qurtlashni boshlar ekan. Agarda sizga kimdir yana san jinsiy sheriging yo'qmi, sani jinsiy hayoting yo'q, demak hamma muammoing shundan, mioma, kista yoki jinsiy kasalliklar shundan kelib chiqadi. Sanda yosh menopauza bo'lasan degan gaplar gapirsa, mutlaqo bu gaplarga ishonib qolmanglar.